Tog'lar uzoq turar, o'zini baland emas. Daryolar. Sana biz hozir g'olibimizni olib keldik. Erkaklar kiyim do'konidan kiyim olib berishimizni so'radilar. G'olibimiz shu sovg'a uchun. Shuning uchun kiyim do'koniga, Firdavs kiyim do'koniga keldik hozir. Mana mijozimiz tanlayapti kiyimni. Hozir kiyim tanlasalar kiyib ko'rib, o'ziga yoqqan kiyimni olamiz. Uylanadigan yigit ekan. Menimcha kostyum olmoqchi. Uylanish to'ylariga kiygan. Yaxshi niyatda. Tanladik. Kiyib ko'rasizmi? Kiyib ko'ramiz. Ha, albatta. Kiyib ko'ringchi bo'lmasa. Mana bu kiyim do'konida mana har xil kiyim kechaklar bor ekan. Mana erkaklar kiyim kechaklari. Mana hozir endi kostyum shuni kiyib ko'radilar. Qanaqa rangi? Qaysi rangi yoqsa, qaysi biri shu razmeringizga to'g'ri kelsa. Mana Shu yoqda biz obunachimizga mana shu svetdagi kostyum yoqdi. Mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Chiroyli. jamchilikni juda zo'r holatda. Bir to'lqin o'tsa, daryo yana tiniqlashadi. Insonning g'ami Bu sotuvchi bilan kelishib turib, hozir pulini to'laymiz. Mayli, yechib o'sha tayyorlatib so'yavering. Mana do'konimiz egasi chiroyli qilib kostyum shunda. Lekin kiyovlikka kiysangiz juda ham chiroyli yarashadi. Xudo xolasa kiyovligingizga kiyganini nasib qilsin. To'y yaqinmi axir? Xudo xohlasa yaqin. Ha, baxtli bo'ling. Mana chiroyli qilib solib beryaptilar. Shunaqa. Mana hurmatli kuzatuvchilarim, mana 100 mingta bo'lsa sovg'a topshiraman degandim. Qiziqtirganlar uchun. Endi videoni endi ko'rayotgan insonlar uchun tushunmayotgan bo'lsa, mana shu 100 mingta bo'lsam, shu obunachimga, eng ashaddiy muxlisimizga sovg'a topshiraman deb niyat qilgandim. Mana sovg'amizni topshirish. Bugun 100 mingta bo'libdi, sovg'ani topshirdik xudo xolasa. Mayli, hammalaringizga omad, o'zingizlar ehtiyot qilinglar. Mana obunachilarim, bitta muxlisimizni xursand qildik. Mana endi mijozimiz G'olibni bo'ldik. yoqdimi sovg'amiz? Yoqdi, juda zo'r, ajoyib. Opamizga kattakon rahmat. Kuzatib boring mana shu opamizni. To'ylaringizga kiying, baxtli bo'ling, ha? Xo'p, rahmat. Mayli, sog' bo'ling, yaxshi bo'ling.